meni dunyoyim. Dunyoying bilan qo'shma zor. Qo'llaringni tortdi. Orqaga qadam. Agar shunchalik zo'r bo'lsang, ringda jang qil. Ringni qo'y. Nega hozir emas? Tirmizak doshingni der. Meni aziz do'stim Markov. Ishlarimiz qanday ketyapti? Ular mushtlashib olishdi. Boshlanishiga yaxshi alomat. Muammo shundaki, bu ahmoq tez kunda ozod bo'lish haqida o'ylayapti. Xo'sh. Men bu bilan shug'ullanyapman. Sen esa jangni kafolatlan, Markov. Men odamim barcha ommaviy axborot vositalarini jalb qilish bilan shug'ullanyapti. Sizni odamingiz? Qaysi biri? Menejerim. Bu nimasi? George quloq ber. Gagani ajoyib rejasi bor. Biz ko'p pul ishlab olamiz, eshityapsanmi? Hamma ushbu jangni intiqib kutgan. O'ng tarafimda biron marta ham yengilmagan amerikalik bokschi George Iceman Chambers va chap tarafimda tanishtirishga hojat bo'lmagan bokschi bizning so'zsiz chempionimiz Yuriy Boyka.